Başlayalım. Assalomu alaykum. Har qaysi mujohid qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men To'g'ri Hamiddan hammalarga o'tliq salom. Men bu yerga bugun bir azroq bir ishlar bilan Nahmaydonga chiqib qoldim. Men bu Nahmaydonni endi oxirgisi desam bo'lmas. Bir mezgil men o'zimning bir ishlar bilan azroq ben bo'lmoqchi. Azroq bir ishlarim bilan bo'lib qolaman. Lekin yana men bor qarindoshlar to'g'ri Facebook bilan sen chiqib turma, ammo bir mezgil Nahmaydon qilib qolmasligim mumkin, chunki o'zimning azroq bir ishlar bor edi. Shu ishlarimni hal qilishim kerak. İdari jihatdan bo'lamdi va boshqa bir yerlar bilan ko'rishadigan ishlar bo'lamdi. Boshqa bir programmalar ishlanyapti. Xudoyimiz o programlarni 2025'te 2026'da ko'rishlar. Onun bek temizliğini bir çıkıp ketişine ait yok. Onun diken hazır bana bir iş güç kaydım telefon kırıp kılıp ma Nahmaydon qaytib o'chirilib ketib qoldi. Kechirsizlar qarindoshlar, gapning shu yerda boshlaydi. Shundan bilan munofiqlar qurultaydiki, to'pladi Makka mushriki Ahmad Xotxot bilan to'layliq pas chiqarishib lavuz gaplarni qiladigan. Onun diken biz avtonomda yashab baxmadik. Avtonomda yashab baxsaq boshqacha o shunday gaplarni qilib, undan keyin yolg'on Xitoy demokratlarninki atalmish Xitoy demokratlarning yog'a YouTube chiqarib bildirlashlarni Xitoychadan Uyg'urcha tarjima qilgan bir lozi bir odam bor Gollandiya Baxtiyor Nasir deb. Bu o'tganda bir to'pda shunda Rabiya Qodir bilan telefon paranglashdim. Rabiya Qodir Dunyo Uyg'ur qurultayini eng yaxshi qilayotgan tashkilot deydi. Ondan keyin o Rabiya Qodir xonimning o ovozi mumtoz. Ashunda deydi, shuni bilan degandan keyin men qopib o'zimizning to'piriga qildim. Sen bu hamma narsani montajlamasa, Ro'sha ovozningimi montaj bo'lsa, Dilshod Reshidning montaj bo'lsa, Rabiya Qodirning bu sanqaqninki unday montaj deyotsa bu qanday montaj bo'ladi bu? deb uningga men radiya qaytdim va ochchig'im kelib Quvanga pay qadayma deb ağzım buzdim. Bununla bu nait satgaplar bilan mening hadamga, opamga, dadamga, uningdagi yog'an töhmatlarni manga har xil bana töhmatlarni qildim. Uningdagi men bu töhmatlarga qarshi isbotlarni chiqardim va uyning oldiga bordim. Taklif qilibdiki, Quvanga yog'och tutib og'zimdan chiqarma deb. Borsam chiqmadi. Enimda ikki guvochi bor, ikki bola bor. Shu kunni o'zinglar ko'rdinglar. Biz mashin bilan kelgan chaqda aynigininki derizda chiroqni yeniga yo'rib turardi. Undan keyin biz ketgandan keyin ketayotgan chaqda chiroqni o'chirib olibdi-da. Uningdan sirt men bir kun burun Baxtiyor Nasir sana deb qo'yay, men bir oy burun sen tillab qo'ygandan aytsizlar, men bilet deb bo'ldim, boraman dedim. Sen erkakchisi men chaqagan bo'lgandan sen kutib o'tirib tursan. Uning ustiga men sening oldinga bir kun burun berishdan burun Gollandiyaninki poyezd stansiyasining oldida bir yillik nima qildim-ku? Nahmaydon qilib, o'zimni chiqamay, u kuni yer ketmayman, chiroyimni chiqamay, men keldim. Ata unda olsa 4 dan 6 yerim, 5 yerimlargacha uyning oldida tutdi dedim. Men anoniki berib 35 minut turdim. Agar 5 minutning ichida bir odamning uyning oldida borgandan keyin chiqib bo'ladi. Mushu video chekib qo'yib ketdi demasin deb ko'nglim tuyganlikdek bu yerda 35 minut Nahmaydon qildim. Uyingning oldiga berib birsi vari 35 minut qolgan keyin chirg'ini o'chirolmaysan. Chiqsa. Chiqib sen meni manda deb tikansan. Quvonga daqilma deb tikansan deb asha turib bersa ya bo'lmasa ya bolam men dadamning o'rnidagi odam qarama o yomon satish yo'lda men ishchi bo'libman ekanman, manda tillab qo'yibman ekanman desam, kira menga uyingga mashina chekmang deb kirgizib yutma qara. Hem senin qarab uyay berib ishigingni chekishninki to'qildirib qilishning hojati yo'q. O Harlem degan turgansa, men kelishdim burun nurg'un Gollandiyada akalarimiz aylarimiz gaqildi. Amalik berib hukam chiroyli nima qiling, varjur qilmang, Uyg'urlarning yuziga beksat dedi. Demasimi, bizni xalq qo'llab kelayotganki, xalqning gapini anglaymiz. Yaxshi bir odamlar bor, shunday yaxshi fikrlarni beradi. Men hayajonda achchig'imda asli berib, vaqirab, sharmanda qilib, ana-manani ko'zini ko'rsatmoqchidim. Ama şu mahallede yaşaydigan Uyg'urlarning yuzi bo'lib qoldi.
Çətelliklər bakya, qoşunların bakya, Gollandiyaliklər qara. Meni qalanda deb deydi ekansan, qara, özün qalanda ekansan. Sen qalanda emas, senin Xitoyda maaşın kelib turdi. Xitoyning propaganda qilganing uchun sen Xitoy uchun naypang tijoratlarini o'rlandirib, yolg'on tijoratlarni berib, seni pul bilan ta'minlab turdi. Balang, o'g'ling Amerikada ishlamaydi, qara. O'zingninki xotining degan to'ylarda degan jaldir-juldir degan taqab o'tirib ketadi. Biz sotsial odamlarning ahvolini bilamiz-ku. Qo'llarga degan bilaguzuklar taqab o'tirib ketdiki, amaliyotda u qo'lidagi Xitoy xalqining, Uyg'ur xalqining qiynab kelgan narsalar u. Sening de xotiningniki necha gram oltin taqdirib ahvoling bormi? Seninki o'tasa, haqiqiy ishlaring bo'lsa, kelgandan beri ishlamaydi ekansan. Kelgandan beri ishlamaydi ekansan, yili vaqtchilam Uyg'ur ma'rifninki shu darnaklarga uchib ketar ekansan, Amerikadan ilm oyoqdan kelar ekansan, uyingning oldiga borgandan keyin chiqsa latqasqas. Tushundingmi? Yerim kecha o'g'ancha qini men kelsam yo'qka qini shirdak ko'krab tilovatatding-ku. Patmay qolgandan qini shu ahvoling. Sen degan hozir dunyo xarakterlik latolab bo'lding, tushundingmi? Atiga Makkadan kelsam Baxtiyor Nasir deb chaqirmayman, sen Latajim deb chaqirma, tushunding? Hojim bo'lishim salohiyatım to'shmaydi. Eli Ro'shan degan javob berib ol ekan, eli sen berib ol ekansan. Makkaning bulg'ab bo'lishding, ulug' ziminni chaqirtib barsa, ziminnimi? Talatingdan ispirtning nimasiga kunda anangizga 2 litr aroq ichmasan uxlamaydi Allah. Makkaning ziminnimi chaqirtib bo'lding, payg'ambarimiz dastiga aylanib vayron qilib bo'lishding, javoblaring bilan ko'rtincha qizlaring berib ashani. Uya deganga bunda ishlab halol topgan, o'zining hojatidan chiqqan haqi qazi yo'q, munofiqlik qilmaydigan odam berib ibodat qilgan ya u. Ko'yganlar odam bormaydi uyaga. Ameliyatda xotiningning shunday choylarni bizdan taqab o'tirib ketishib, kishan u bo'yindagi qo'lidagi ko'yuz u. Bilaguzuk emas, yana bir narsa emas. Kimning ko'z qilsa, unda biz narsalarni nadin kelgan pulga olding. Hisobini bera olamsan, men bera olmayman. Uni hisobini sen Gollandiya hukumatiga ber, qanchalik naypon satding, sotsialda qanchalik yotding. $5,000 nadin keldi meni o'ltag'an. Kartasida sotsial odamninki bir so'm o'shiq pul, bir so'm o'shiq pul to'sa, bir so'm o'shiq pul, bir so'm pulni kam urib berdim, puling bakka sana yetadi deb. Biz obdan bilamiz. Biz mi Yevropada yashayapmiz. Tushundingmi? Erkak bo'lgandan keyin kelining bor odam, kuyovling bor odam, navrang bor odam, ashuningga tushliq chiqqan. Munofiqlarning qurultiyi raisi Dolqinaysa, o ilaqa nima dunyo Uyg'ur qurultiyining madaniyat ishlari vakilisiga Ilyarga nima debsa? Ilyar Sidiqqa, Oy to'g'ri qilsan gap qilib qo'y. Bu jamoatning aslida qaysi jamoatdan sap munofiqlashgan, cho'shqilashgan, Xitoy qurib qo'ygan, sistemlashgan jamoatdan u. Sen xalqnikini ko'taradigan, podog'on ko'tarib, biz unda jamoatdan aslida jumaymiz. Toshqanda qo'rqab 100 yil yashaguncha shirdak 1 yil yashadib, ömrimiz 7 yil yashaymiz. Hayotning qiziqi bizga poklik bilan yashash, mansubiyat bilan Sharq Turkiston mansubiyati bilan yashash, iymon bilan yashash, tushundingmi? Sen o undaqda Xitoy hukumatı bizni tillisi atanısını qo'yib, opangning endi ashta nas bormi-ki? Xitoy hukumatining ashta bir hujjati bormi-ki? Kim qilyapti Xitoy hukumatining propagandani bir qaytim irqiy qirg'inchilik deb baqdingmi? Bir qaytim Sharq Turkiston mustaqil deb baqdingmi? Kirammading qo'y indigenous people kategoriyasiga 4-oyda bultur. Dilshod Rashqingni munofiq qo'ymichi desam gaqlaldingmi? Necha turg'unga nima debsa? Buningga kim qilgan, buni Rabiya Qadir akirgan, mening kuchim yetmaydi bu. Kuching yetmagandan keyin matani qisib o'tirsa, tushundingmi? Xotining nima tozi dedim-ku? Dubayda ishlagan Xitoy konsulda javob beramading-ku? Sen chiqara isbotingni deb, sen chiqara mening isbotimni. Agar men sana degan bo'lsam Dolqinaysa, gaqlamading-ku? Qo'ymichiliklarga gaqlamading-ku? Odamatkachilikka gaqlamading-ku? Vallahi yezvatdi. Ömer Qanatning xotininki singlisining hamishimisining olib oqsatini satirganga gaqlamading-ku? Uya bu yerda oshxon olsang, yugurib berib, to'g'zi qilay deydigansan-ku? Sen haq bilsa, sen haqning zamoning katta tugidi. Qiyomat qoyin sen jaloblanganlarning keyinda hozir. Men nima dedim oldin qitimda naq maydonimda Prezident Trump qaytib keldi, hamda Xitoy Ukraina urushini jimoqtirdi, o'tir sharqni o'nshab butun diqqat Xitoyga bo'ldi. 74 davlatda prezident almışıdı. Siyasi o'zgarish bo'ldi. Bütün dünyanınki 10 qanotlari, ya'ni ulusal manfaatni qilib chiqdi. Globallar pulni tep bo'ldi, asrab o'tirib turdi haqida. Amal yo'q o'tamisa, ular bir qaytimda ularni yo'q qilib etmaydi. Ular shu davlatlarning ma'rifini, fan texnikasini, iqtisodni taraqqiy qilganlar, ammo davlat xavfsizligi, davlat manfaati kelgan chaqda
ular bir chatda o'tirib turdi. Men dedim-ku, istixbarat urushi boshlandi endi. Desam, ana Angliyaninkini chiqiribdi, Amerikaningga generallarninki setilganlarniki chiqibdi. Endi asta-asta Sanxaqninki kim keldi. Boshlanayotgandi. Voy, Uyg'ur deganni setib, qo'y, biz bir umrimiz 2-3 yil ishlab, bir yilda qit'a atlab bir yer borolmaymiz. Jiqus shumish atrofimizdan peqim Sanxaqning o'ynab ketgan Yaponiya, Avstraliya bağan kundan bir kun burun aroq sharab so'rinni qilib, xalqni ozdirib, charchitib, bütün badan deganni lashta qilib, ats qo'panmas qilib, bütün o'rintib qo'ygan soqchi punktlaring bor. Bütün o'rinlashtirib qo'ygan odamlaring bor. Rabiya Qodir yig'in etishdan burun, berishdan burun, ya sen yig'in etishdan burun, so'rin, Nazimat, aroq sharab, undan keyin ats qo'panmayotgan, iliq so'rim, iliq yig'inlar buzilib, endi o yig'inlarga yog'an yig'in shunda bo'lsa-mi ish qilmay deb ochgan yig'inlar ajinda shaklda vayron qilib etish, seni munofiqlar qurultayini qildim. Chiqramading-ku Baxtiyor Nasirni. Endi iptash etimiz, voy, iptash etamsa, o'zingning ishi, men saqchi orqali mushu qurultayninki tushirgan narsalar bo'yicha menga endi. Tushundingmi? Sening aşı dahshat rashting. Tushundingmi? Mening o'yamga adamlarning ishqital Xitoyni avatgan, navri akalarimni avatib berdim, qanday menish endi o'zingda afkamda. Men sana deb qo'yay. Bütün narsa va men sana deb qo'ya qara. Chiqamading-ku, dahshat rashting chiqamading-ku. Debdi-ku Mirsat Yo'lbosqa. Va fikam bu ishlar unday ishlar emasdi, boshqati bu ishlar. Undaq emasdi. O Jungo Kommunistik Partiyasi kirgan chaqchaq qilib degan deb. Unuga chaqchaq qilib debsa, Zubayraninkinchi material kelgan unim chaqchaq qilib dedingmi? O meni saat bo'yi paka dagi g'zi ay xijovda deb saat meni degan kim o? Birinchi qaytamliq London sotini sat degan kim o? Ikkinchi qaytamliq aldirmay satmamsa uchur deganni bir taldan Tashmamatning nasini yaxshi etimiz deb turib, uchur yutkash orqali deyilgan gaplar qanday gaplar u? Sening bag'od shatrash taminas WhatsAppda chiqirib berganingni chiqirib bergash yo'q. O'zing juvvatmagan bo'lsang, o'zing chiqirib ber, sen juvvatding-ku meni. Seni po'qinga ochgan men WhatsApp degan juvvat deding-ku. Birisi bir gapni WhatsApp qilib, keyin juvvat deganiki, uning oxir turolmaydigini bilgan odam juvvat deydi. Bu shunchalik qo'ysan xalqning ishlari. Qanchalik odamlarni kontrol qilib, qanchalik odamlarningki qanchalik ayollarning ko'sardan ilib edib, qanchalik odamlarni galda ilib edib, hatto dahshat rashitsan, mana shu Abdushukur Samsaqnimi, iliq yig'indan kelgan Yazafkam deb pocherkini berib, ash ankantinga avatib, anadagi Abdushukurni kontrol qilmoqchi bo'lgandan tushmidi-ku u yo'llaringga. Xotining degan Zulfiyargan jalab tarjimon mishani qanchalik Uyg'urlar askilik qildi? Yana birisi cho'l dokumentlarni berib kelgan. Sen jalabdan alır 3 bircaklik casuslarga o ayada mikrofonni ochilgan narsani ochiqdi. Sen nima gaplar deb xotining bilan yog'anda ajrashgan bilan 3 bircaklik casuslarga. Men ichib beray bugun. Men ananiki o'zimning ishlarini qilmay qilayotgan ishlarim bor. Xotining mikrofonni Uyg'urlarniki akildi, faqat birning bo'lmasa sen nimda panalik qilgan akaman dunyo Uyg'ur qo'lida xat kelib, butun xatlarimiz rasmdan ashak ketadi-ku. Xitoyninki qanday bilasan, Xitoy tarjimonlarini ilvog'ining-chu. Nimdalarlaysa, yog'andalarsan matbuot bilan bir nim qilib itmayman, dotapdan qilmamsa matbuot bilan. Ko't. Ila Chavlon degan muxbirni to'xtatib atgan kim o meningki? Muxbir deganning baltifkam qilganini qilib qo'ydik, endi jim o'tirib turmiz deb. Sen to'xtatib atding-ku butun muxbirlarimni meningki, ota-onamnikini. 1,5 yil naskira to'shiq'izdonga aramdan bo'lgan. Mishar bütün Uyg'urlarningki kelgan Uyg'urlarning qaysi birisining qiynashmidi? Shuning uchun bir Uyg'ur menga telefon qilib, "Faqat dahshat rashtingda demang." Demaydi, tushundingmi? Nima uchun demaydi? Sen aski o'g'illiging uchun demaydi. Xotiningni qanchalik odamlarni qaqshatdi? Mikrofonni ochqidi, barodi vatanga satmamda, demamda hech narsani, ohoy demaydi. Demaydi shundami? Damdo demamdi. Boburni Xitoy konsul muxbirlar tanishtirgan kim o? Chegara ochib kirgan kim o? Shvetsiya bexatar idorasining raportiki bütün O'rta Osiyoliklar vatanlik 3-chi bir tashkilot ma'rifni qurib qo'yib ashada ola robashki kiydiga, varaq ichidika deb O'rta Osiyoliklar vatanliklarningki davoni buzib atgan kim o? Ikki bo'lib atgan kim o? Dilshod Rashid pardaqista o'yin o'ynab. Sening millatingning qizlari, mening millatimning qizlari nima bo'lyapti bugungilikda? Kupur gap qilmayding. Ko'chaga chiqib bordi do'yinni, qo'yshon ko'rpaqa Uyg'ur qizlari axloq buzilib ketib bordi. Xitoy birinchi har qanday bir millatning kimligiga hujum qilgan axloqiga hujum qildi. Qarapaqa Uyg'ur qizlarining bo'lib ketib bordi.
Xitoyga tegayotgan o bu bütün yalang'ochlanib ketib qolgan. Haqlarni da'vatatding o'tira saliqlarni ayni vaqtida. Bütün birlikni buzib atganmishadi. Odamlarga shu qiyomat qoyim qilayotgan, xalqning xotinlarini eridan kelganlar burun opirib, anda narsani chiqarib berma, manda narsani chiqarib berma deb, boşun dajuyan degan narsalar va mening xabarlarim chiqarib bergan, sana demokratik Xitoylar ashni pul tap berganmi? Sen bilirsan uni maqbin. Men seni ayni kotib aytib odam hammani bilaman-ku. Bütün ilmi talmin ujur bijirongdan tortib, na qechib qutlalaysan mush jinoyatchilar bilan. Atlam e'lon qil jalobnoma desa tushundingmi? Tug'liq Hamid mang mushtada tugmat chaplayotdi. Xitoyning odimiga ota-onasini chiqarib yurish uchun meni mushtada da'vatidi deb sen bir media deb baqa. Akab baqa mediani. Saranglik kinishgan bilan yashayotgan 10, 20, 30 yil bo'ldi haramdan bo'lgan bir katman to'p chapmaysa. Xalqlarni bo'zaq qilsa, ajab sening sing'illaring sana shandangdan pochta sala olaydi-ku. Voy meni chiqibsa, singlimni sheyxoga ketdi deb atis uyimni oldiga kelib fikam deb. Ya men unda qilmadim desam, ya sen gapni anglamaysan, pep qatib nim qilsam qilava javob tomasa ko'zim ko'rmay, ko'zingga sikim haramdan bo'lgan desam, nima dedim shuning bilan? Voy priyatel qilib odam yo'lni qilib singlimni chiqib oldi, xo'sh xabar u kim anaqma qilsa, aka shu ovozlarim bo'lsa, shunda qilgan bo'lsam sen qizg'an hamini tushundingmi? Bütün isbot bor. Sen qizg'an menga. Men dalalayman tushundingmi? Adanga onida, manida deb ilaq Xitoyning navrakangdan kelib ancha texniklar avatgan kim o? Bütün aminasi bor. Köt haramdan bo'lgan. Zuvarınga seni aldırmay körüse haramdan bo'lgan. Ballaringning bir yerda qanjiring eqib, xotinlaringning to'taqlardan bir narsa eqib, anangizga uzango chalaysan, o'lding sayji qiz. Bütün yeringda vaslingdan aslingdan ketding. Xitoy аңақырды көгілеген көстіді. Çıqamdıq mediaga, çıqamdıq saqçı punktini aldı, saqçının Şvetsiya saqçı idarasını aldığı. Xotununga depsanғы Mirsat Yolbosqa, meni xotinim deyip yuqur tabiqli xeyr, appağını indi işlemdi. Men onda o'zi ata-onamni sen chiqirib bermadimsan, men nima deb seni o'ylaringni tazlab berma, aramdan bo'lgan. Bag'o xotining qavatgan. Xotining urgan 10 mingdan swishlar bag'o. Men bekorimiga uramdim. Beshim ishib qoldimi? Ya xotining mantisini beribdimi ya menga? Ya do'lqinaysa, oldimga chiq, tushundingmi? Baxtiyorning masalasini, Dilshod Rashidning masalasini ko'tarib, oldimga chiq, mana men dedim. Ochdim bugun daftarni. Tushundingmi? Men daftarni ochdim. O'g'avalaman mana men. Endi chiqimiz oldiga. Jahon degan keyindan yupurilib kelyapti, qora bo'ron kelyapti aramdan bo'lganlar. Sening mening ishimdan bir yarim bor degan to'g'ri. Mening ishimdan bir yarim bazlik. Tushundingmi? Men bu senga o'xshash bir mototaq emas, haqqa Babir Maqsud yoki boshqa odam emas, qo'qitib o'ynaymasan. Ya asl biriklarni ishitib bulding, xotinlaringni ishitib bulding. Asl biriklarni ishitib bulding, haq shon pulini kilalaydi. Yana bir yerga yetib kelgan bo'lsa-mu, yana bijnim qilgan bo'lsa, siyosiy jinoyat bo'lsa-mu, uydagilar kirmaydi, kim qo'g'daydi? O'zing uchun xizmat qilib hammani ko'p. Yag'an bo'lsa javob berib baqa, masalaga menga chiqib bayrat e'lon qilib baqa. Men qachon qildim ishni deb. Adamni bu dünya ko'ranmaysa, atanglardan o dünya. Va nim qilalatda aramda bo'lgan, sening mush pulingmishar, ba men sanda qo'yay, qizing, o'g'ling, kichik shumtiking. Kessak tankitimiz o dunyoga aramdan bo'lgan, men sanda qilib tek baqa, uydagilarimga, adamga, uningga tek baqa, quda tekni bir ish qilib yetmas olamchi. Menga to'lsa unda popozring oqmaydi, nima qilib yetma deb. Sen ablimi tursunlaringni qo'qatgan bilan, do'lqinaysanlar qo'qatgan bilan, men qo'rqmayman. Tushundingmi? Men sen ilinib qolmadim, men sen yedirib qo'ygan yerim bor. Bir 2 yildan beri. Tushunding? Bütün hisob kitob bor. Hamma turgan xotining ko'de mashinaning ichida, avtobusning ichida. O'z qilib tozitilan fikam bo'yicha qiz ne dedi? Mehribon Niyoz degan xotining. Ikkinchisi qarindoshlar, ruhni sundirish. Ruhni qanday sundirdi? Nimanga mustaqillik bo'lsa? Eliqi Xavdorga Parat Abed degan. Fikrim, nimanga mustaqil bo'lsa, sanga o'xshash duttachib, sanga o'xshash miltiq ko'targan dadlarimiz. Duttachib o'tasang, xotinlarni naqshib o'tasang, erkak qirg'inchilikda vas o'tasang, madaniyat qirg'inchilik qurultayida qanday mustaqil bo'lsa shu. Sendek haramdan bo'lganlarni, ashunda munofiqlarni, ashunda Baxtiyor Nasr munofiqlar biz avtonomda yashab baxmagan. Biz avtonomda yashaylik. Biz haqiqiy avtonomda yashab Shanganlik bizga avtonomda yashab Shanganlikni nima qilyapti? Hong Konglikning vatiqasini chiqaryapti. Avminni qanday qilyapti? Tüz qilyapti, Xi Jinping qip qizil qilyapti. Ruhni sundirish.
ruhimizni sundirib keldi. Bo'lmaydi. Eng eski jalobning aşı Erkin Ekrem. Aşı strategik, aşı bütün yılanның beşi Türkiye'deki aşı bütün hamma narsani planlaguchi aşı. İki tarafga o'ynaydi. Birisi Türkiye istihbarata, yana birisi Xitoyga. Mansubiyati yo'q, ko't solamki. Shuning uchun uning anısını qanday lanjodan ajrashib qadisi bilan ketgini o'zi biladi, ya men bilmayman uninkini. Ko't haramliq. Aşı o'ynaydi bütün o'yanni. Ko'zini qilib qilib yinimga o'quvchilar, ko'doq o'quvchilarni, hey, Xitoy o'quvchilar yaxshi-ki, Xitoy o'quvchilar munofiq, Xitoy o'quvchilar mustaqilligimizni tarbiyalaydi deb o'ng qanot qilib olgan o'quvchilarni ko'doq. Biz unda o'yinga tushmaymiz, tushundingmi? Biz ko'doq hammani bo'ldi. Dak, tariyat. Tushundingmi? Sen o bizning aramizga tiqib yoki o'ng qanotning ichiga tiqib, Xitoy o'quvchilarga Kanadada degan xoin jasus kirgizmaymiz deb qonun chiqardi. Xitoy o'quvchini meningga elib da'vo qilamsa, bormamsa surgun hukumatning yoniga, birlashmamsa ishlar bilan u do'qning chechirab ketgan po'qini akab yana birlashtirib, nimalarni kontrol qilib, u Zumrat Davudlarni yoniga tortib elib, tilamchilik qilib yursa, yana shu u proyektni bu proyektni yezib. Kimning naqman qilsa, mayadimi shu? Kelishmadingmi qaysi kuni? Namoyishga men telefon qilib degan. Siz mi kemmediniz? Necat Turg'un efendim sizga alaytan desem, Abdüşkür'ün micazi hiç kimge yakmaydı o bu dem. Abdüşkür'ün micazi yakmasa ama dava yıkış gerek. Kiriş gerek bana aldığa. 3-4 adamı kılamdı bu işini. Şunun için akma atkan neyse mavu. Ruhnu sunduruş, xalqninki bulmaydı, anda qilmaydi, manda qilmaydi deb. Qarindoshlar, kichik vaqtimizda mana bir film bo'lgan. Xitoyninki bir filmi bo'lgan. 3 podshohlik haqida qissa, ya nima? Suv bo'yida deb bir kino bo'lgan, klassik asar bo'lgan. Shuningda Yangshan ko'liga 108 Xitoyninki ham shu kitob yozgan palvonlari yig'ilishdan burun qandaq desanglar, shuning yig'ilishdan burun Sun xandonligiga qarshi Karşı hemmiyetin azmatlar yığılgan, nurgun aymaq beyliklerini veyran qilib olgan. Ang ahırda Sunjang el bulimiz deganligi uchun Fanglarning qo'lida veyran bo'ldi. Nima uchun? Ashadagi 108 azmatninki, ya'ni ro'yi sundirib etildi. Nurgun aymaq vazirlik hatta Sun xandonligiga urush e'lon qilib, Gao Amir deganni yengadigan Sun Amir deganni yanıga eng axir podshoh kelishim tuzdi. Shuning bilan ular kelishim tuzib el bo'lgandan keyin Fanglar bilan bo'lgan urushda o'tirdi. Agar Sun xandonligini yengimiz avval Fanglarni qilayli deb el bo'lish idisi Alaninki ro'yini sundirib etdi. Shuning uchun urush qilg'iz kelmadi. Baribir o'limizgo deb bu kinoda yoki bu klassik asarda eng axirda shuningda shu fojia bilan oxirlashdi. Uyg'urlarning shu beshiga chiqib olganlar nim qilalaytding Xitoyni? Voy biz qilamaymiz. Ammo mala qilay ekan-ku. Voy sen irqiy madaniyat qirg'inchiligi degandan irqiy qirg'inchilik deb chiqadi-ku. Sen London sotida ishni buzmoqchidan 5 ko'z davlatlar Avstraliya, Kanada, uch-bo'chi davlatlardan kelib qutqizib oldi-ku irqiy qirg'inchilik degan yana majburiy chiqardi-ku. Xitoyni yo'q qiladigan bo'lg'achqa virus Xitoydan chiqdi. Xitoy Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Uyg'urlar ustidan erkak qilmoqda qarorlar chiqdi. Niyatini yomonlik qilib Uyg'ur qonunlarini bosirib olgandan amalga oshdi-ku. Sen munofiqlar qanchalik tirishgan bilan Allohim shunda o'rlashtirsa, vaqt soat kelgancha hal bo'ldi. Sen hozir mustaqil bo'lmaydi deganingdek, ash erkak qirg'inchilik qarshi turding-ku, bo'ldi. Chiqdimi qonun? Chiqdi. Uyg'ur qonunini 10 yilning oldida bosirib olgandan 2009-yilda chiqdimi Uyg'ur qonuni? Chiqib, yana ma'qullandimi? Ma'qullandi. Xudoyim qilma desa, qiladi. Ma'lum bir liderga ishonmaymiz, ma'lum bir hukumatga ishonmaymiz, Xudoyimga ishonamiz. Ammo Xudoyimmi kitobda yozgan. Jaholat nimaga mangan chaqda, zavolliqqa mangan chaqda, zolimning qo'li bilan zolimni yoki musulmonning qo'li bilan dunyoni o'ngshaymiz deb. Shuningga hozir davlatlarda marshal, generallar siyosiy o'zgarish qilib, butun kommunizmga qarshi turamiz deb qilyapti. To'g'ri bo'lgan rahbarlikning kayinda, to'g'ri bo'lgan liderning kayinda dunyo endi
Voy 2025 kelsin, qizil qiyomat bo'ladi ey, qizil qiyomat. Sen haq nimani hal qila olding? Millionlagan Uyg'urlarnikini yetishga yo'l ochib berding. Mushundaq shu. Bu ruhni sundasan, yana bir nim qam bilan men qilaman 9, Xudoyim qila 30 deb. Shunday gap shu. Eng oxirida hamma narsa oshkorlanadigan gap. Oshkorlanmaydigan ish yo'q, haqiqat yo'q. Bu bor, ilmi-saqtim bor. Endi surgun hukumatlarga taklif. Surgun hukumatlarninki o'sha Kanada bilan Avstraliya, Amerikada Salih Xudoyer boshchiligida va Abdulaznur Qorim boshchiligida namoyishlar bo'lyotdi. Endi Shvetsiyaga men olib ko'rsam saqapandim, maqitim borib kelgandan keyin surgun hukumatni atab turib, bular namoyish qildi-da. Va qolgan Belgiya, Gollandiya, Avstraliya, men tibinalar apandim. Avstriyaga birini tiklash kerak, yaxshi odamlar bor, surgun hukumatdan vakillaridan qurish kerak ashadimi. Ondan akalarimiz, adlarimiz, inilarimiz keldi bor yaqinda. Ashlarni qo'yib Avstriya, Norvegiya chiqinglar. Voy bu kashkichi surgun hukumat, Nurgul Savutlarninki, yerlik millat vakillari. Nurgul Savutlarninki hozir xalq uyg'onibdi. Nurgul Savutlarning vayron bo'ldi. Uningki Seyit Taranchi degan bir chiqibdi, uni qitdiki xalq uyg'onib hozir masxiralash, pepe qilyotdi, masxiralash, pepan qilyotdi. Unda bo'lgandan keyin va qolganlarni kashkichi topdi surgun hukumatning lobbichiligini qilmaymiz. Endi ish qilamiz. Parlamentlar xat yozamiz. Men Norvegiya, biz men olib ko'rsam saqapandim, ayoli, balasi, anonki yana bir adimiz 4-5 odamni keldik. Shvetsariyada Nurahmat akamiz bor. Sizmi bolaringizlar, ayolingizdan bir necha odamni, bir 2 odamni yig'ib berib, shu irqiy bir narsalarni yozib tursanglar 2 soat bo'ldi. Men davarimizni, men hech qizlar o'ltirib atgan davo. Minusdan 0 tug'an narsani BDTning ichida indigenous qilib minus tushirib atgan davo. Shuning uchun Norvegiyada Osloga berib, bir nechinglar turinglar qarindoshlar, surgun hukumatdan bir iddia chiqqan bo'lganki, menda qilamiz degankin, taraf-tarafdan chiqsanglar, bu surgun hukumat bir kuch bo'lib ko'rindi. U Amerikada sog'liqli qilsa, bo'pti Shvetsiyada biz qildik, Kanada, qag'ayerki vakillar nima ish qildinglar? Hali Abdurahmon Hasan deganlar nima ish qilsa Gollandiyada qilmamsa shuni. Yozgandiki, olmamsa shuni. Bu ikki odamning ishimi, 3 davlat odamning ishimi hammadan taraf-tarafdan chiqsa. Xatolik bo'lsa deymiz. İş mangmayotgan bo'lsa, bilim qotganmiz deymiz chiqib, bu sog'liqning yolg'iz ishimi? Asli shu bilsang, shu surgun hukumatning vakillari, asharkilik yaxshi mangmayotgan tashkilotlar oyda 2 qitim xalqaro jinoiy ishlar sotini oldida namoyish qilishing kerak. Chunki surgun hukumat shu nimani Xitoyni erkak qilgan cho'qotda deb xalqaro jinoiy ishlar Gollandiyaga ICC berayotgan bo'lgandan keyin sen surgun hukumat top chiqarib berayotgandan keyin sen vartaga tiqishing kerak. Asli biz Uyg'urlar şirkatlarning oldida namoyish qilsak, butun Uyg'urlar yetimiz Xitoy degandan keyin o lagerni yapqizish emas, ustalni ustiga kampan qilgan akilvitimiz birdan uchun haqiqiy ishni to'g'ri qilsak, to'g'ri da'voda to'g'ri yo'l liderlarni tutsak, o'ng qanotchilarni, ulusal manfaat deganlarni tutsak, to'g'ri yo'lda mangsak, Germaniyadagi Uyg'urlar Sadıgan Kitay, Norvegiyada 5000, Shvetsiyada 3000, nima ish qilish yetmaydi? Parlamentning oldiga berib, kundi yig'lab, yetib, dumboq kelib, ma irqiy qirg'incha qilyapti, 21-asrda ma bizni yo'qitib bordi, deb butun Uyg'ur ishni tashlab, voy jon boqmasak, voy jiningni boqmasangmi bo'ladi. Bu jiningning boqqadak ish jiningning ro'y o'lgan jiningning eshitimiz qolmadi. Berib alaning biz malanikiga qon badaliga yashayapmiz. Biz mayerda turib ma ishni qilayli deb parlament hukumat binolari oldida faşist China, terörist China, Xi Jinping, kelin Xi Jinping vang vaqaganingda Allah degan 5-ni tutib biz xizmat qilamayapmiz deb Xitoy konsullarini qaqidi. Qaqqandan keyin ananiki bir ish bo'ladi. Hozir parlament a'zolarini butun davlatlarga hukumat a'zolarini biz 5'ini ağırtışımız gerek. 5'ini ağırtmak yok. O şirketlerin pul tepiş için, yani birilerinin için, mensubiyet için, başkalarının için hizmet kılavatsa. Palestin Qarabağ'a 4 tal bomba çıkıp 20 bin adam çıkken tökülüp git bardı.
Ko'cha to'kilib ketdi. Ya biz qandaq millat, ey? Biz haqiqatan po'qyab kelgan zikni quvvatimiz, ro'yimiz o'lgan bir pas bir millatkanmiz. Ey, Sabit Damullab atimiz degandek gaplarni hozirgacha shu butun dunyoda internet hammaning taraqqiy qildi. Bütün narsa taraqqiy qildi, Uyg'urning kallasi taraqqiy qilmadi. Uyg'ur bugungi kunlikda faqat Gongsandanglar emas, Zozongtang 280 yildan beri qulluqda yashayotdi. Qarapaqa qarxonilar davridikiga, Qarapaqa qarxonilar davrida qandaqdi Uyg'ur millati? Uningki Appa xo'ja chiqib Zozongtang, ya janub taraf deganni vayron qilyapti. Hozir men janub tarafdan odamlarni kamsitganim emas. Janub tarafninki shu qandaq videolarni ishlatib do'yini ko'rib yiqinglar. Bak sapasız qilib ketgan. Bütün yerga masjid ochqizib, din damlab, shu butunlar sapasız qoldirib atgan. Bütün ashundaq do'yin qarsanglar degan maynachilik Xitoyga tegayotganning hammasi shu janub tarafniki asos jihatdan. Ya ashlar qarab ichinglar og'rimamda. Men burun uyushdim, gapni aytsin. Millatchidim men. Nimanda qilganda buguylar, nimanda ishni buzdan deb. Asli unda emaski. Ular majburiy Xitoylarniki besimastır ashda qo'llashtirib yetibdi. Ajinlar qilib yetibdi. Bizningmi shimol tarafdan chaqiliq, bizninkidimi unchilikmi nocha emas, ammo bizga farq borki. Shu Turkiyada bütün maynachilikni qilayotgan, Uyg'ur bo'zaq qilayotgan, ya'ni shu Oqsu, Xotan, Qashqa, ammo janub tarafda shu Kuchov, nima ko'rli bilan shu otishniki bizga odamlarning sal ansapas yuqurroqga. Qag'anlaringning vaqo qarama tesha chiqaritilganlaring vaqo qaray. Yaman bir nachar nima ekansa, Xitoy maxsus Xitoydan o'ta nachar nima ekansa. Bütün zulmni qilayotgan, zulmga qilayotgan shu Uyg'ur saqchi punktlari. Ey, haqiqiy qiladigan bo'lsang, ey, haqiqiy ish qiladigan bo'lsang, ish degan to'lib teshibdi, ey. Sherk Dilyar boshlab berdi Volkswagenni, shuningdan o'rnak kelib qilsang bo'ladi, Dilyar o'qib ketdi demay. Berib qilishing kerak ashni. Shirkatlarni oldirib yetib olishimiz kerakdi, ambassadlarni oldirib yetib olishimiz kerakdi. Parlamentlarni oldirib varanchuron qilishimiz kerakdi. Biz ashlarning xizmat qilmagan vaqtida ishimiz amalga oshdi. Balı jig'lamasa ana emchak samaydi deydigan gap bor. O'shunda. Shuning deydiganim, surgun hukumat boshqa vakillari sizlarmi chiqinglar. Norvegiya, Belgiya, Fransiya, Angliyaga qo'yinglar hukumat a'zolarini. Bütün yerdan chiqib o'lgan narsni bir odam bo'lsa, shu yerda tursa, shuni ifodalasa anandikin manda odamlar baka deydi. O yalnız Amerika'da qilib qo'ysa, o Amerikadan senator, parlament a'zolarini ko'rdi. Bir yerdan chiqish kerak kuch. Shuning uchun Dilyar Musabay nima deydi? 10 qanot shakllanish kerak dedi. 10 qanot chechilib harakat qilgandan bir yerga kelib harakat qilsak bo'ladi dedi. Birisi Erkin Akramning yursa, yana birisining mansubiyati tog'da yursa, yana birisi yo'qab kelsa, yo'qab ketmay qanday qilmaydi deb u bicharam yo'qab ketibdi. Ökün bütün gapni hemen şu anıldı ameliyatda. O yalnız onun qil degan gap emas, o faqat onun ismi chiqdi. Shu. Shuningga biz mavo yolg'on 10 qanot o'tib olgan da'vo artistlarini ko'rdik. Maqsad ularni sesitib etish, ya'ni bir nima qilish emas, xalq ko'rsin. Biz o'zimizning ichidagi dushmanliklarni, o'zimizning o'ziga qilayotganlarini tonish kerak. Vay Tuğlu Hamid Uygurlar tillaydı. Vay şundan tillaga Uygurlar nima ish qildi? Nima ish qildi deb baqay shu Uygurlar. Nima ish qildi? Bir ish qildi, mani qildi. Ro'sha Abbas mani qildi. Madina Bavdun mani qildi, Umar Qanat mani qildi. Vay nima ish qilding shu? Parlamentdan oldiga borgancha tillavatimiz-ku. Parlamentdan oldiga borgancha tillavatimiz-ku. Xi Jinping terrorist, faşist deb tillavatimiz. Tashqi ishlar ministrligining oldida tillavatimiz. Tillavatimiz-ku, tilladik-ku. Tillamadik-mi ya? Ma ekranda Uyg'urni tonish kerak, ichidagi badbashir, mal'un munofiqlarni tonish kerak. Vatan satqich xoinlarni tonish kerak. Millat satqun parazit qurutlarni tonish kerak. Va mening mashina bir ishim chiqib qolsa men tushib ketaman. Chiqirib bo'lanmadi-ku, bishtal 2000-chi yosh vaqtimda yegan xo'go'xanda bir tushib qolgan, unimi qo'rqmayman, shu o'zim Instagramga chiqqan shuni tepib juvvatmini hozir ish turibdi. Men unda qo'rqmayman. Mening ya birisi ovozini kelmay yedim, mana qildim desa, sen majbur bo'lding-ku yoki sen degizding-ku ota-onamni chiqarish uchun. Qildim. Deyman. Mana bu sening ovozing deb chiqalayman. Isbotlanib ko'rsalayman.
Tushundingmi? To'lqin Aysa, ma'vo yolg'on o'ng qanot o'tib olgan, qo'ng qanot bo'lgan go'ylar. Shuningga qarindoshlar, jahon bizga shundoq fayz kelyotidi. Buningdan keyin ajoyib narsalar chiqdi. Aqlinglar hayron qolasizlar. Ajoyib ishlar, tekshirishlar Germaniyada bo'lgan ma'lum bir guruh chiqdi. Panalık tilab yağan bo'lib qolsa qaytarib o'timiz, pasportini elib olamiz deyotgan. Shvetsiyada mana shu qonun chiqdi. Yolg'on panalık olsa pasportini tatib olamiz yoki deyotgan. Ama parlamentda o'tmadi. Lekin 2025 Prezident Trump qaytib kelsa, bütün ulusal 74 davlatning prezident saylimi shu marshal generallar o'ng qanotlar chiqqandan keyin bular tasdiqlaydi. Tasdiqlasa, o'chadi voy heliqi g'uljidan dokument akab tutib olgan heliqi nochilar, o'zbek oilalari, heliqi Dilshod Rashidning Chavul dokumentlarga bo'lgan xotinlari, heliqi Abdushukur Mamtiminning Abdushukur Muhammad Mayliq kurash kusandan voy Taylandlarga berib, voy nima qilayotganlar, Taylandlarga berib heliqi anchanlar bilan kirish ruxsatlarini berib Qashqalarga berib o'ynab kelganlar. Heliqi Duttachi Muxtar apandimlar Qashqalarga kirib, ya Alloh, kurash kusan apandining vaqtida degan chang chiqarib aytganlar da'vodan. Heliqi mening desam, senin xotining berib tursa, mening xotinim to'y qilib kelgan deb. Voy, sening xotining to'y qilib kelganda sen Shvetsiya Uyg'ur komitetining shu rahbariyatini qo'ysan, shunda cho'ng siyosiy ishlar qilsam, Xitoy pasportlarini berib kelsa, gap yo'qmi desam, qarab o'tirdi texi. Aldırmay ko'rmaymiz. Ko'zdan oqqan yosh bekorga oqmaydi. Million Uyg'urning bu jahon shunda buzilib ketdiki, bu jahonni o'ngshaydiganlar chiqdi. Shunday gap. Jallat Xi Jinpingni chiqarganlar өлкөнүнки generallari siyosiy o'zgarish qilib, xo'ninki joni odamlarni ep tashlab, uni chiqarg'izib qo'yib, u o'zligidan bo'lolmaydi. Mushu o'ng qanotni yetildirimiz deganlarni oldimizga chiqargan deganlarni shu bizning qo'llashimizdan chiqqanlar hammasi bo'ladiganlar, ish qiladiganlar, xalqning qo'llashidan yoki yana birisining qo'llashidan qilib qolsa, u tugidi, u vayronchilik u. Shuning uchun kuch bir yerga kelish kerak. Kuch bir yerga kelgandan keyin bir ish qilib, birlashib turib, akab turib birleşip turib urg'a yaxshimi yo ayrim bo'lgan yaxshimi? Shuningga Dilyar Musabay apandimmi 6-7 oy o'zi ishlamay topqinni bir odamning mening chiqim eng kam deganda 2000 dollar bo'ladi bir oylik chiqimim. Bir boytaq mening o'zimning 2000. Balaninki oilasi va uyini to'laydi, onda 5000 dollar. 7 oy ishlamay o'zining yig'ib qo'ygan indim pulni xajlab uyda kompyuter oldida qilib qilgan nurg'a ishlar va o dunyo Uyg'ur qurultiyi men o dunyo Musabayga qattiqroq qilsam chiqib bular urushib Kalamullah hop gitarmikin deb u tushsan ko'majimi? Dilyar Musabayga biz vaqtdan saatga salomatligidan mas'ulchisi bir tal bo'rikimizni biz yashimizdan bir tal yurkimizni beradigan darajadagi balo u Xudoyimning bizga ato qilgan aql vujudi butun millat bilan to'lgan uning shu ota-bobolardan qolgan bir mujassamlangan bir qalliq aqlga to'lgan davlatlarning strategiyasi kelgusi kelsan deb uni biz tanlab sesib qilmaymiz. Ben fakat yo'qab ketdan chiq dedim. Sen agar kimdi qurultaychilar ashundaq bir yerda tishingni bilishib, tishingni bunday qilib, ay mala jidalik kirdigan bo'lsa, uxlab tushing u. Kanimni uxlab tushing. U degan rais u. Biz uni soliqlarning hukumat desak, uni biz rais deb qaraymiz. Yoshlarningki. Garchi men o tashkilotning ichida bo'lmasammi? O tashkilotning ichiga men kirsam, men og'zimni buzmasam bo'ladi, og'zimni yumsam bo'ladi, jim o'tasam. Shuning uchun menim taklif qilgan kir adash men ishlayli billah. O bu defa mening jiddilim to'la ile saqchilar u yerda yurgan men erkin shunda qilay dedim. Abimiz menmi yine de turpagim bor, qo'lim teshib olsam bo'laverdi. Shuningga Baxtiyor Nasirni qurultaydan chiqarib etmar edi. Yo'q, sen ulgurmaysan. Sening qurultaydan chiqarib etishingga o'lgatmayman. Ham ulgurmaydi, berib bo'ldik. Tugdi. Tushundingmi? Hamda Dilshod Turanga keldi. Ilaqa Forshakning kasada emas, ilaqa istiroxoniya shirkatlar ishigin chekidi. Xat kap bo'lganda balkim Dilshod Rashid tapandim. Ay saranlıq kinişkisini evilip azmalta takımıdamaz şibis yani. Xotunumuz ayakta. Şununla qeyrandaşlar, muşu nuqtlar dikkat qılayla bokma, muşu sürgün hükümetdiki, muşu yerlik mekilleri aşı namayışını başlanlar. Abdurrahman Hasan efendim, en bu minnete bir ay ilişki qeytim. Aşı erkeğe qırqanşı danqaqnınki aldırıp biz deyişimiz kerek emas bu işlerini özanlar qılışanlar kerek asli. O sağlık yetişip bulanmaydı, bir Amerika'nın çıkılı kılıdı o. Kanada'nın Ablat Nuracım bulanmaydı. Hem işte yaşlar kılış gerek, yaşlar. 50 yaştan töbendekiler bana urgup tuğallar kılış gerek. O töpedekiler o köydük o. Sorun oturup komünist
İdeyaң болғанға, менің дадам мүшітте Түркияға келген чағда мұш адам шықты, Ши Цзиньпин парқұрлан ұрып атыды деп, болып кеткенде, ой, сен бұл мақтыма, әскі соламчы десем, әйәй шығып идеяң өзгеріп кетті деп, мен тылла кеткенде. Әне ятыды өзі, Қытайдың келдіған үшіншілікла шу. Bizden деген aile деген tehe mındak siyasetten emez, ücür-bücürde emez. Tep-tiş yaşayan bir aile, apam bir katnaştı bile satılgan, dadam poştılırak işleyen. Bunda bir tep-tiş aile, adam деген işkirde okugan, memnun özemli güçlük okugan. Bunda bir, hey balam gep sözü dikkat kılınla, nim kılmanla deydiği adam. Mana kögen günümüz nim boldu? Bir namaçlap, bir panalıqlap, apırıp seyitip koyan, nimi küllerini köstebetti. Şunu kim kıldı? Şunu Uygur kıldı. Nime de bunda asma kurultuşlarınki yerlik, şu nimelerninki iş kaçan bulmaydı. Nime de şu başkalarınki acaba işten bulmaydı. Biz adli puhralarla buludu. Çünkü sen aşının vazifesini öteş için çıktın, sen kadir, onun pulunu yedin sen. Yıllardan beri şunu yabat sen. Şunun için buludu. Biz bir narsani bilip kaldık, mağmadık ma yolda. Şunun için bizninkini ekirip solaydı. Mağasa eşek kilise dep. Onu biz kılmasak, anlaq Dilşad Reşitlikler ata-ananı çıkıp bilmem boldu, medyanı toqtып koyaylı. Vatangim berip qalasa, fukam dese, mayci qızdımı ba günah. Toğra cumon budan degini, men azıraq siyasi faoliyatni azıraq qılay. Toğra vatanga berip qalsam. Mende şu vaqtda şu aql yo'qda, o'zimni o'ylagan gap. Keyin o'ylab ichiga kirgan sari buningki cho'kib ketib. Cho'kib berib atgan ekan, "Voy to'xta." deb buningki cho'nglarning askartishi bilan, shuni bilan bu qaytib o'zimizga kelgan odamlar biz. Shunday gap. Shuningga qarindoshlar o'zimizningki mansubiyatiga qaytib kelaylik, ma'lum bir davlatlarningki kuchuklar bo'lib qolmaylik. Anadan keyin ma yaqinda hukumat yoki u bu deganlarningki masalan şu Fransiyada Hristiyanchilar chiqdi dedik. Şu Ümit Agahi Bulgariya, Vengriyaga bordi dedik. Hammasi şu mayli tamam endi masalan inglizlarning orasiga kiramsa yo bir dinni qabul qilib turib davoni bir nim qilma demsa qilsang bo'ladi, lekin sening mansubiyating shu misyonlar. Ertugun Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, shular uchun kirib xizmat qilish. Uni ko'rish oson-ku. Masalan, Angliyaningki mansubiyati bo'yicha ish qiladigan Misr, Angliyaning hozir Hindistonmi texnologiyaning nimasidan chiqitamigan. Bizmi ashta bo'lamiz. Amal yo'q. Fransiyaning qo'l tiqidi, Italiya tiqidi, Turkiya tiqidi, O'rus tiqimadi, Xitoymi tiqimadi deydi. Bizning ishimiz bek murakkab. Shuningdek hamma ishni Xitoyda desak bo'lmaydi-ku. Bu yerda ma'lum bir kuchlar o'ynayotdi. Bularga shu kim o'ynash beradi? Ya'ni shu Uyg'urlar o'ynash beradi. Ümit Agayning onasining bijnimisi bormi u yerda, nimada, Vengriyada. Shu Vengriyaningki shu ma'lum bir kuchlar uchun o'ynash berdi. Ular bilan qinimiz bor ekan. Qining bo'lsa yordam qilsin. Qilmadi-ku. Ishtimoqni qilmadi-ku. Hech narsani hal qilib bermadi-ku. Voy Vengriyaga qalanda ilgirken bir ko'doq temir yo'llarni Xitoy yaxshiz yasab bermiz. Sandaklarni chiqarib qo'yib, ashta Xitoy bilan bo'lgan ishlarni haq o'ynab oladi. Uyg'ur qanaqamda chattig'i yo'q. Qan jirangda o'lamda chattig'i yo'q. Qul qildi-ku. Shu Microsoft deysa, Volkswagen deysa, bundan sonra chiqdi-ku, nurg'on shirkatlar chiqyapti-ku. Nurg'onlar deb qo'ygan Dunyo Uyg'ur qurultiyining keyin ma'lum bir kuchlar bor, sizni o'ltagizdi, diqqat qiling. Voy o'ltagizsa, men sizmi? Men o'lmasam million odam o'lyapti-ku. Niye adamlar o'rib ketdi-ku? Ey, men degan kim u men? Ya, ilaqa Muhammad Salih degan ilaqa Qur'onni tarjima qilgan bo'miz o'lib ketdi-ku turmaning ichida. Ashta ulug' insonlarimiz Xalmurat Xo'pirdaklar ne isil Sharq Turkiston universiteti atalmış ne professor olimlar yetyapti deb ata-onam yetyapti. Meni o'tirib olsak, bir narsa qilib olsak, nima bo'pti? O'tirib yetadi. Ya o'lmamdi. Ölmeyimiz makbul kaçılık yaşayımız. Ya virüsleri yanıcılık bitik kaldın mı içeride Marap'tan çirki bazılarına öyleydi. Bu dünyanın berip yenip geldin yani da tövbe kılmayı jüresen koyup pokyat. Kim ölmeydi? Kim ölmeydiğin birisi var mı? Boptu börek onu almıştı olsun, jürek onu almıştı olsun. Çırağın okul olup sen yaşadık olsun, kaçık yaşayalaysa, 200 yıl yaşayalaysa şu. Ölüsen o berber. Ya bir pay ütüyte, ya medyada bir sertleştiriyte, ya tökmettin birini çaplap soluyte. Nima qiladi onun başka şu ölüse, şu yaşta bo'lsa. Ama axir bir hikoyadan birini deb beray qarindoshlar. Mushu Angliya Hindistonga besib kirgan vaqtida bir Atarvoy deydigan bir Hindistonlik buvay bir adam
bir generalninki shu putiga lachachat etib qolganda, lachachat etib qolgan chog'da shuning bilan u nima qiladi ekan? Chiplam atarvoy deydiganni atarvoy deydigan adamning kaçtığı bir narsa qiladi ekan. Sağgandan keyin o namrat adammi o adamninki kaçtığı bir narsa qiladi ekan, qaytirib. Sağgandan keyin shuning bilan Qur'onni chiqarib shu yerda aytib o'tmoqchi bo'lgan chog'da yinadiki bir adam deydi ekan generalniki. Taqsir to'ptaslar, buni o'ltamizlar. Bu sizlarni mush xalqning oldida qanday sharmanda qilgan bo'lsa, sizlar sharmanda shunda sharmanda qilsizlar. Bu hozir bir yalang'oyoq bir yetimki, buni hozir aytib o'tsangizmi, bu bir xalqning nomida, xalqning qalbida bir qahramon bo'ldi. Buni qahramon qilmay, shundaq urinki yaga, shundaq urinki, bu shundaq urilsin, sizga qilni qaytarib bering deydi ekan. Shundan o'ylab Angliya hukumatiningki nurg'un pul qashlab, astardan yog'an bir bu shundan yaqin bir og'ayni setib, bu odamga tijoratga kiradi ekan, bizneslarni qiladi ekan. Bu odam aytib boy bo'lib, eng oxirida tigida namrat vaqtidagi g'ururi tugab, inglizlarning bir quli bo'lib ketar ekanda. Quli bo'lib ketib, shundan bilan bir kuni bir choy so'rinda shundan bilan general kelib, bu odamni boyog'a vaqtida kelib, shundan bilan qasddan kofeni o'ziga to'kkizib oldi ekan, sharobni. To'kkizib olgandan keyin shundan bilan qopib kachatga akab boyninki birni soladi ekan. Sağsa silib shundan bilan sen agar kendi menga qaytirgan bo'lsang, butun boylig'ingni sen turmga solayman, undaq qilma desam. Ayni vaqtdagi gadoy shu g'ururi va shu Hindistonda bir dil jimmat o'tirdiki, shundan yindiki deydi. Bu mushunda pul mal dunyoga, harom pul mal dunyoga erishganda, g'ururni setib, pul harom mal dunyoga erishgan chog'da mushunda qig'ini bo'ladi deb. Chunki ovi ashada shu so'rinda shu ayni vaqtda generalning kaçtığı olgan bo'va odam o'zining kaçtığı qaytirib olgan chog'da hech qanday qo'l yondirammagan va hech qanday gap so'z qilmagan. Chunki nima? Uning ro'yatini shu harom mal dunyo chirmab olgan. Bizning Uyg'urlarning kelma shundaqdi. Ikkinchi Cumhuriyatni oldidagi Uyg'urlar hozir topolmaysizlar, Uyg'urlar yo'q deyarlik asos jihatdan. Abduqodir Domollamda adimizdek fikr qilgan bormi Uyg'urlar? Yo'q. Yo'q. Qo'lam ustamdan chiqmaydi o'chik narsa. Sabit Domollamimizdek narsa. Ideya, aql ash vaqti, shu davrdagi. Ammo u degini unda degini emas, yana xato tushunib olmanglar yana. İkinci Cumhuriyet'kilerninki bütün g'ururliqlarninkini, bütün hammasi uch viloyatda qo'y shuningdek qolgan general qanday o'ltiribdi, ashlar deganni qanday yo'q qilib, qanday g'urursiz qilyapti. Eng oxirga Abdunumning sho'rpisini ichmaymiz degan boshliqlarni qanday qasdlab o'ltiribdi. Gongsandanni yozmayman deganlarni qanday ili dajudiyalar akirib, qanday yozg'uvchilarni qanday o'ltiribdi Xitoy. Shuning bilan ma yaqinda azroq bizningki iqtisodimiz taraqqiy qilib unutib ketdi Uyg'urlar. Uni qalanda vaqtida ancha-muncha bo'lsin biladi. Chunki rahat farog'at turmush chatalliklarningmi shu rahat farog'at turmushdan shu kechanmaydi. Bir kun namoyishga chiqmasam 3000 so'm pulim to'xtab ketib, bir mana qanday qilib beradi. Qanday qilsa onam o'li qolmaysa, bir kun chiqmagan ishdan bo'lmaydi. Demak, bu yerga shu ro'yi qulluqni, shu harom mal dunyo chirmagan chog'da, ya'ni nafs mishadan bo'lgan chog'da bu mushunda bo'ladigan ishlar. Shuningga qarindoshlar, özümüzü içip, aldığımızda bir Xitoy parçadan keldi. Bu ko'rishlar. Men degan narsani hammasi bu atida azlanmay bo'ladi. O deganda men bir cho'ng odam emas. Men faqat kuzatib, bu yerdan birini ko'rib, o'qib deydiganim sizlar ko'rsanglar, rostganda deysizlar, uni chiq materiallar bor. Shuningga qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultayininki munofiqlar raisininki To'lqin Aysa bayonotchi bilan Baxtiyor Nosonovni taklif qildi. Baxtiyor Nosonovning ustidan berib bo'ldim. Bayonotchining kimi bo'ldi az kundan keyin. Uningga necha turg'unmi rastlab guvohliklarni bergan bu videolar bor. Uningda sirt boshqa ovoz WhatsAppdagi degan narsa. Ustimda arz qilsanglar, agar to'g'ri Hamid Mushtaqot desanglar, darhol iliq millionlarni ishlatinglar iliq. Globalizmning usul qanotliklarning sizlarning podxonlarga ko'targan Xitoynimda ajiz Xitoygimda o'tib ketib turib tijoratinglarni qildigan bir medialar bor, o'slarning kanallarida alamet kuchlar va iliq shirkatlar, iliq qo'qab qolmayman, xayolim kirib chiqmaydi. Tushundingmi? Qo'qab qolmayman bir eg'izga. Kim bo'lsa, kim tutib ketsa mayli, tushundingmi? Tashlab bersin mayli, yana bir nima qilaversin mayli. Qilsin shu vaqt soat kelganchada, anandan keyin ko'ramiz. Shuningga shu odamlarni men taklif qilib qo'ydim.
Yine senin qanday iddia çıkır ekan. Senmi şöyle Tuğlu Hamid İlyar Sıdıkı degan, ananken Muattarın dadısığı degan ve özün aş Refiyat degan gepinge ega olup, şu ata-onasini tillab bersa şunu chiqarib o'tadi degan narsani aka isbotlarni biz xalqning oldiga isbotlar bilan chiqayli. Quruq gap qilmayli. Sizlar jim o'tirib olsanglar, men isbot chiqarsam montaj qanday ekan emasmi? Avzu billahi minash shaytonir rojim. Bo'pti qarindoshlar, unda o'xshajmi? Isbot degan to'lqinaysa sotda yoki bexatarlik idoralarida chiqarildi. Tushundingmi? Seningmi ayni vaqtda Germaniya hukumat tarafidan nima uchun tutilib bir kechada nima uchun qo'yib etilganligini, Dilshatningmi miyada qo'yib etilganligini biz obdan bilamiz. O çağda Xitoy bilan tijoratlar yaxshi. Germaniyaning qo'lidagi vampir qattiq dunyoga qo'ydi. Oho, oy satdi Volkswagen'ni, Mercedes'ni tutdi. Endi davlat xavfsizligiga keldi. Bo'ldi. Tugaydi. Nocha olsan kel oldimga. Değil mi? Haqında qarindoshlar, endi men balkim ko'p ahvollarda chiqib bo'lmas mumkin, o'zimning bir ishlarimni qilib ketman. Facebook'a buni hambarlab qo'yishim mumkin, lekin nahmaydan bir ramazgilgacha azroq ishlarim bor meni qiladigan qilmayman. Men eng oxirida mana deydiganini deb qo'ydim. Qolgan iddia hamma narsani men sizlarga chiqarib bo'ldim. Sizlar meni oldimga kelsanglar bo'ladi. To'g'ri? Ma'qulunda olsa, xo'sh, xudoga omonat. Aman bo'linglar.